Tak, mana 34-xona mana mashina bo'lishi kerak edi millioner. Ey millioner, o kapot, salom yaxshimisan? Ha millioner, o'zing tuzukmisan? Yaxshi yotibsanmi? Ha kapot yaxshiman, seni ko'rgani xursand bo'ldim. Mana senga yana apelsinli olib keldim, yoqtirgan choyingni olib keldim. Vau kapot, rahmat, sen kattagon juda katta yordam beryapsan. Shu uchun yotibman, har kuni yonib kelyapsan, bir haftadan beri yonib kelyapsan kapot. Faqat sen kelyapsan o'z yonimga, boshqa o'rtoqlarim kelmayapti mana. Shuni eshitib men xafa bo'ldim-da. Xullas, mana senga apelsinli xursand bo'lsang bo'ldi sen. Mana men o'rtog'ingman, millioner, mana seni yoningga men kelaman. Ha, kapot, rostdan bitta yaxshi o'rtoqsan ekansan-da, juda mehribonsan. Boshqa o'rtoqlar faqat pul uchun o'rtoq bo'lishar ekan men bilan. Shunaqa degan afsus millioner o'zi qachon chiqarkansan bo'tdan? Ha kapor, hozir mana chiqish soatini o'zi hozir ketaman bo'tdan men. Bugun sani xonadan bo'ldim, men tuzalib bo'ldim o'sha. Uyda tabletkani ichib tuzalib bo'laman. Nima bo'ldi, chiqolsammi? Juda ham yaxshi-ku axir bu bo'lmasam. Bo'pti, davay bo'lmasam, men ketdim. Kapor, to'xtab turgansan, juda ham yaxshi odam bo'lganing uchun senga sovg'a bermoqchi edim men. Sovg'a? Men hech qanaqa sovg'a kelganim yo'q. Mana senga kapor, hamma bu pulni senga. Voy millioner, menga bu pulni kerak emas axir. Kapot ovurgan shuncha mehribon bo'lgancha, shuncha yordam kelganing uchun haqiqiy o'rtog'imsan. Kapot ovur, menda bunaqa pullardan ko'p. Ey millioner, menga kerak emas to'g'man-ku, axir nima qilaman pullaringni? Men pullar uchun seni yoningga kelganim yo'q. Prosta o'rtog'im bo'lgani uchun yoningga keldim. Kapot ovurgan menga xohlasan, bu qishloqni yaxshiligi ishlat, qishloqni yaxshilat, qishloqqa pul ber xohlasan, qishloqni ta'mirla xohlasan, mana shunaqa yaxshi narsalar ishlatsang bo'ldi. Ha, shunaqa deysanmi? Bo'pti, bo'lmasa qishloqqa balkim pul berarman, yaxshiligi ishlataman millioner. Bo'pti, bo'lmasa kapot senga turgan hozir meni haydovchi kelib olib ketadi. Rostdan qishloqni yaxshilash uchun bu pullar kerakli bo'ladi. Mayli, o'zim oyligim ham yetib turibdi-ku, axir o'zimga. Bo'pti, qishloqqa balkim berarman. Ha kapot, men u oyliga juda ham ozgacha-yu kapot, bilaman-ku qancha oylik olishini. No mayli, qishloqda yetib turadi, bo'pti, bularning yaxshilik ishligi ishlataman. Bo'pti, bo'lmasa millioner, men ketdim, sog' bo'l. Bo'pti, hozir mana qo'riqlovchilarim kelib olib ketadi. Tabletkalarning shishasidan chiqmasin. Xayr. Hammasizlar do'stlar, men otim Kapot, yangi jim yaxshi kelibsizlar do'stlar. Mana qaranglar, menda qancha pul bor, qancha stak bu pul bor, ko'ryapsizlarmi qanchaligini endi bu pullardan bunaqa ota olayman. Qazilashim do'stlar, axir yaxshilik ishlataman deb va'da berdim-ku, hamma pullarni olaman. Endi qishlog'imga borishim kerak. Hammasini eshitib turinglar hozir. Xullas, men millioner bilan ko'rishdim. Men unga apelsinli berdim. Prosta ko'rib keldim, menga вообще ko'p pul beryapti. Yaxshi ham kuyga bor ekanda. Ostanovka neri bo'pti? Qanaqa ostanovka do'stlar? Taksida borsam bo'ladi-ku. Axir menda shuncha pul bor, mayli oting qoli, hozir taksi chaqirib endi 13-qishloqqa keta qoli. Avtobusda nima qilaman borib, bo'pti do'stlar, taksi chaqiraman. Taksi ham chaqirmadim do'stlar, o'zimga men mashina sotolmadim, arenda qildim do'stlar. Mana qaranglar, arenda qildim mashinani, 13-qishloqqa keldim. Hozir borib qo'yishim kerak o'sha joyga. Mayli qishloqlarga pul tarqataylik kerak. Mana qaranglar, o'sha bitta stopga qilib chiqdim hammasini. Ko'pdan qildim. Hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Badan stopkalardan bitta stroka bo'ldi, bo'ldi do'stlar. Nima voy do'stlar, mana qaranglar, tushunmadim. Qatta bu buncha pul? Nima? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima? Millioner tashlab ketdimi shuncha pul? Ha, millioner menga yetadi-ku axir, uyingga ham pul tashlab ketaman deb. Do'stlar, millioner qaranglar, qishloqlar. Salom kapot. Salom qishloqlar, bo'tirma qo'slam. Millioner senga pul tashlab ketdimi? Qattan bildinglar. Uni millioner menga pul tashlab ketganim. No, prosta ish qoldim-da kapot. Uning yonidan o'tib ketdim, yo seni eshitmayapti, prosta qulog'imga kelib qoldi-da kapot. Voy qishloqlar,
eshitib qopsizlar-yu axir. Yo, prosta oynaga qarab turdim, shuncha pul bor ekan, shuncha yodida keluvdim sizlarni. Kapun yodida keluvdim, shuncha pulni ham bor ekan, axir sani uyda oynadan qo'rqib qoluvdim. Shunaqa degan qishloqilar. Kapun, menga ozgincha pul kerak edi, Kapun. Menga ham ozgincha pul kerak edi, Kapun. Biznes boshlashim kerak edi, boshqa narsaga ham kerak edi. Kapun, iltimos berasanmi? Qishloqilar ozgincha bo'yab turyapman. Navbatda turib turinglar, albatta sizlarga beraman. Wow, Kapun. Qishloqlarni qaranglar, pul ko'rib kelganimni qaranglar uyga. Mana do'stlar, endi hozir qishloqlarga tarqatishni boshlaymiz. Hozir navbatda turib olishadi, hamma pullarni yig'ib olishim kerak bo'tdanam. Qishloqlar bo'ldinglarmi? Voy voy. Nominch katta navbat bo'lib ketdi. Bo'lmasam boshlaymiz. Hozir pullarni olib chiqing, mana bo'ldi. Senga nimaga pul kerak ekan? Aldamingda deyman, yaxshilab so'raylar. Hammaga bir xil beraman. Nima kerak bo'lsa shunga beraman. Ha, Kapun, mengami? Xullas, mani uyimda ikkala vatlar sinib ketdi. Kapun, o'sha prushinasi tushib ketdi. Yochish o'sha yumshoqmas. Pechka yirtmayapti. Giristanga ham narsani siqirib chiqsa bo'lmayapti. Boshqa uyga bezatish uchun kalavat maza qilib uxlash uchun olmoqchilar narsalar. Ha, kalavatga degan yaxshi qo'shni bo'lmasam, hozir senga qancha yetishini o'zim aytaman. 3 ta, 4 ta mashincha yetarmikan senga? Wow, Kapun, rahmat senga, albatta yetarish uchun menga pul, rahmat senga. Bo'pti, qishloq aka, turkingizsa. Ha, Kapun, bilasan, menga juda ham ko'p pul kerak. Axir men olimman-ku, bitta zo'r eksperiment qilmoqchi edim-da. Uning uchun men g'ildiraydi laboratoriya sotmoqchiman. Nima g'ildiraydi laboratoriya? Juda ham zo'r rostdan ham ko'p pul kerak ekan senga. Bo'lmasam hozir qancha yetarkan, bitta stop ketarmikan, ikkita stop ketarmikan. No, mana sal uzoqroq chiqamiz. Mana davay yana balkim yetar senga. Ha, Kapun, rahmat senga, albatta shuncha pul menga yetadi. Keyingisi senga nima kerak ekan? Ha, Kapun, bilasan, ota-onamga men yordam berishim kerak. Ota-onam yordam berish kerak, Kapun. Va juda ham zo'r axir ota-onaga yordam berish. Albatta senga juda ham ko'p beraman. Yaxshidek qilarkansan, qo'rqirsan. Ota-onaga yordam berib turish kerak. Shuning uchun senga juda ham ko'p pul beraman. Hozir darsi ikkita stopga beraman senga. Mana bo'ldi, yetarmi senga? Wow, Kapun, rahmat senga, albatta yetadi menga shuncha pul. Keyingisi bo'lmasam, sehring shoxi senga nimaga kerak ekan? Ha, Kapun, menga juda ham kerak narsaga. Chunki men yaxshilik qilmoqchiman. Xullas, men hayvonlarga yordam qilmoqchiman. Hayvonlarga uy qurib, ularni bermoqchiman tekinga. Wow, juda ham zo'r-ku. Senga 3 ta stopga beraman даже. Bitta hayvonlarga yordam beraman deganga уже berishni boshladim. Chunki bu oxir yaxshilik-ku. Hayvonlarga yaxshilik qilish. Mana bo'ldi, senga yetadimi yoki 4-stopga ham qo'yib qo'yaymi? Juda ham ko'p hayvonlarga yordam ber. Voy, Kapun, bo'ldi, albatta yaxshilik qilaman. Sen nomindan ham yana yaxshilik qilaman. Keyingisi yaxshi navbat qaranglar ko'pligini. Mayli, davay. Keyingisi senga nimaga kerak ekan? Ha, Kapun, menga pul kerak edi. Men biznes boshlamoqchi edim. Juda ham ko'p pul topmoqchiman mana. Yaxshi. Mana senga shuncha pul yetarmikan? Keyingisi. Ha, Kapun, voy, navchi ko'p pul berolsam bizga. Va mayli qishloqlar, axir sizlarga mana qaranglar, pul ko'payib ketganidan namchilarga ko'p pul berardim. Mana oxirning ham yetib kelding qishloqqa. Mana qara qancha pul yig'ilib ketdi senga. Voy, Kapun, rostdan ko'p pul yig'ilib ketibdi. Rahmat senga, shuncha pul berasan menga. Oxirgisi bo'lgancha berardim. Bo'pti qishloqi, senga ham omad. Hamma pullarni berib chiqdim do'stlar. Bo'ldi, men bugun rostdan charchab ketdim. Bitta ham pulim qolgan. O'zimga ham pul olganim yo'q. Hammasini qishloqlarga tarqatordim. Endi ko'ramiz, qishloqlar rostdan yaxshi ishlatishgan. Bugun hozir qo'shnini ko'ramiz-da. Nimadir o'xshaydi kalavat. Ha, mana olibdi. Ha, Kapun, senga yo'qdi men olgan narsalarim. Ha, albatta yo'q. Juda ham zo'r kalavat, katta sandiqlar olibsan, pechkani o'rniga plita olibsan-da ham. Mikrovolnovka, xolodilnik. Ha, Kapun, hammasini sen uchun qildim, Kapun. Sen pul berding oxir menga. Hammasini sen qilding. Qishloqqa hammasini mamasi millionerim qildi axir. Mayli. Qali oqishloq o'tda g'ildiraydi, laboratoriya qilmoqchi edim. Oho, Kapun, men buni qaragan, meni sotib oldim seni pulingga. Mana pulim emas, seni
puling уже vuy qishloqqa judayam zo'r narsa topsan-ku, axir rostdan ham g'ildiraydi laboratoriya sayohat qilishganman. Hamma uni sayohat qilib keldim o'rmonda. Mana senga shunaqa narsani olib keldim. Mana bilan xotinim. Qani ichki kollejimizda Wow, qanaqa effekt beryapti menga. Bu juda ham kuchli olib ketdim. Kuchlarimni sezib ketyapman. Уже 2 daqiqaga beribdi. Mana nima ekan jondan. Ha, qanaqadir narsa ekan bilmadim. Bu nima u? Bu nima u? Tez yuradiganmi? Ha, rostdan ham tez yuradigan ekan u. Ha, kapon. Mana damalama yetishib ko'rgan, lekin ehtiyot bo'lgan sal qilmadim hali oxirigacha. Nima bu? Nima bo'pti? Qaqachalik borib bo'lmas sekroy qishloqqa nima qilib qo'yding? Nima bu qaqachalik borib bo'lmani? Tomga tushunmadim qishloq qanaqa enaman bu yerdan tushaman. Bilmadim kapon. Uzr oxirigacha qarab qolman deb buni ehtiyot bo'ldim. Oxir senga Mayli bo'pti qishloqqa senga omad yana davolaman qilishga. Mana shu yaxshi-da olam qishloqqa yaxshi narsa qiladi. Mayli yana kuchuk xuramanda o'tirdi. Kuchliga yordam beraman. Kuchliga xuramanda o'tirdi. Qishloq rostdan ham 6, 7 haq kapon. Rostdan kuchuk uchun yuqori o'tirib qaragan. Wow, 1 2 3 4 5 vacha ko'p qurib tashlabsan, lekin Ha, kapon o'sha 3 barobar ko'proq edi. O'sha yaxshi odamlarga berardim va hayvonlarni. ha, yaxshi qishloqqa bo'lmasa sen yana qushlarga, mushuklarga, kuchuklarga yordam berarsan meni nomimdan. Bo'ldi kapon. Rahmat sen katta ko'rgansan uchun yaxshilik qilmasan pullarga. Faqat meni pulim emas, millionerga ham pul. Axir menga millioner berdi-ku, bo'pti, rostli sizlar bilan xayrlashim kerak. Xullas, bugun men millionerni ko'rib kasalxonaga borsam, millioner menga juda ham ko'p pul berardi. O'zi millioner har kuni borib ko'rib ketadimi, kasal bo'lib qoladi, больницада yotib qoladi. Bitta ham o'rtog'i kelmayotgan ekan. Shuning uchun afsusdirim. Lekin men больницаga chiqib qolganini bilganimdan keyin borishni boshladim sirazi. Bo'pti, sizlar bilan xayrlashim kerak do'stlar. Bugun millioner menga pul berib, men yaxshilik qildim butun qishloqda. Like bosish, obunasiz tanishmasa, hamma xayr, keyingi videoni kuzatishga davom etinglar.